Siz Herobrine haqida bilarmidingiz? Shu Herobrine u qo'rqinchli narsa. Va Notch haqida bilarmidingiz? Bugun shuni bilib olamiz, do'stlar. Minecraft o'yinida eng sababli va sirli narsalar bor. Bu ham bo'lsa, bular ham Herobrine. Bugungi videoda biz shu Herobrine haqida Herobrine va Notch haqida gaplashamiz. Notch o'zi kim? Notch bo'lsa, bu Minecraftning yaratuvchisi hisoblanadi. Minecraftni 2009-yil ishlab chiqargan. Minecraft aka Notch bilan aka-ukami deysizlar. Yo'q do'stlar, Herobrine bilan Notch o'zi aka-uka emas. Herobrine noto'g'ri kod tufayli paydo bo'lgan va keyin Herobrine o'yinda paydo bo'lib qolgan. Birinchi ko'rinish berishda 2011-yil ko'rinish bergan Minecraft Alpan 1.16.2. Birinchi odam agar sigirni qo'y deb yurgan, Herobrine sigir deb o'ylagan, keyin oldiga borib qarasa u Herobrine bo'lib chiqqan ekan, do'stlar. Notch esa kal emas. Notch Minecraftni yaratdi. Minecraftda har 6 oyda bir yangilanadi. Versiyalari hozir 1.22 chiqdi. Hozir 1.21.80 da o'ynaymiz. Hammamiz bir xohlagan versiyamizga qarab. Herobrine asli u kim bizlarni kuzatib yuradi. Lekin bizlar unga qaramaymiz. Agar Herobrine mod qo'shib o'ynasanglar, Herobrine deb ko'ra olasizlar, do'stlar. Ammo Mojang buni tasdiqlamagan. Herobrine'ni o'zi shu chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Boshqasini tasdiqlamagan va o'yin jamoani qilgan, tasdiqlangan. Короче, do'stlar, menga dizayn qildirishinglar, menga dizayn qildi. Nima demoqchiman? Короче, menga dizayn kerak. Sizlarga dizayn kerak bo'lsa, menga murojaat qilinglar. Sizlarga zo'r preview avatar kompaniya yasab beraman. Shunday bo'lsa-da, o'yinchilar qattiq harakat qilishgan. Ham bir xil youtuberlar Herobrine'ni maqtashadi. Bir xillari esa uni Herobrine'ni qo'rqib o'ynashadi. Misol uchun o'zbek youtuberlar Rekker o'ynagan va 6 qism qilib. Herobrine esa bir mod qo'shib o'ynagan. Unam haqiqatda Herobrine Minecraftda yo'q o'zi. Yo'q narsa Herobrine degan, qo'rqmanglar. Minecraftda yo'q narsalar u. Minecraftga kirib bemalol o'ynanglar, maza qilib. Video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, obuna bo'lib ketinglar. 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Bo'pti, sizlar bilan Shoh Minecraft bo'ldi. Tugatev bo'linglar.